Siz ilgari yer shari amaliyotda cho'ng bir zindon bo'lib, insonlar bo'lsa yuqori darajalik madaniyatning yer shariga sulab qo'yilgan armakjonligi degan masalani o'ylab boqqanmidingiz? Nurg'un kishilar buni kichikida onasining qo'lidan tushib ketganlarning qalaymqon biljilishi deb qaraydi. Ammo olimlar dal mushu mumkin emas deb qaralgan masala ustida izlanib, cho'ng natijalarga erishdi. Olimlarning qarashicha, mushundaq bo'lganligi uchun yer sharining sirtida 4 qat to'salg'u bor bo'lib, insonlarning bu sirliq quyosh sistemasidan ayrilishini xuddi no'g'ush tutib turgan xotinlardek keskin to'sib turdi ekan. İnsanlarning ularning to'salg'usini bo'sib o'tishi osmonga chiqishdan tas bo'lib, undaqda zodi qandoq narsa insonlarni to'sib turgandi. Birinchidan bo'lsa, kichik yulduzlar balbig'i bo'lib, ular Mars bilan Yupiterning oraliqiga joylashgan. Ya'ni ibtidoiy quyosh sistemasining qoldiqlari bilan shakllangan. Bu joy 500 mingdan ortiq kichik yulduzlar va meteorit toshlar bilan qoplangan bo'lib, bu yerda ko'ranlashib, ishdan patmay qalaymaqon uchishib yurishidi. Bu omilmi quyosh sistemasining ichki qismining bexatarligiga muayyan darajada yoshirin xavf shakllantirgan. Bu kichik yulduzlar balbig'ining ichki qismi 4 xil tog' jins yulduzlardan shakllangan. Bu bizning yer sharimizni o'z ichiga oldi. Kichik yulduzlar balbig'ining sirtqi qismi bo'lsa 2 xil gazolatdagi va 2 xil muzolatdagi kichik yulduzlardan shakllangan. Bu insonlarning hayotiga xavf keltiradigan omillarning birisi. Biz quyosh sistemasidan g'ipida qochishga tayyorlanganimizda bu to'salg'ular bizning oldimizni to'sib qilishi mumkin. Holbuki quyosh sistemasining ichki qismida insonlar o'ltirishga mos qilgan sayyoralar bor bo'lg'achqa, quyosh sistemasidan ayrilishimizning zaruriyati bo'lmasligi mumkin. Albatta, bu kichik yulduzlar balbig'ida 500 mingdan ortiq kichik yulduzlar bor deyilsa-mu, bu cheksiz olamga nisbatan kichikli bir son. O yulduzlarning o'zaro araliqimi Urumchi bilan Xotindek keldi. Navoda ishini qildi chaponni muyriga ortib, iliqlikcha kichik yulduzlar balbig'idan sog'-salomat o'tib keta olsak, ikkinchi to'salg'uga kelamiz. Bu ikkinchi to'salg'u zot nima? Bu bo'lsa Kuiper balbig'i. Kuiper balbig'ining quyosh bilan bo'lgan araliqi 30 astronomiya birligiga keldi. Ya'ni yer shari bilan quyoshning araliqining 30 hassasiga to'g'ri keldi. Bu yer qor muzlar bilan qoplangan. Diqqat qilmasak g'irtir teyilib ketib, ayganchimiz o'ngda qilib tutlarga dazkirdi. Bu yerda har xil har yulduzlar, laylimi jism va toshlar bo'lib, quyosh sistemasining ichki qismiga pat-pat eqib tushib, yangisini ko'rsatib turadigan kometlar mushu yerdan kelgan. Hammaga dangliq Alli kometning yurti mushu yer. Kuiper balbig'ining kengligi kichik yulduzlar balbig'i kengligining 20 hassasiga to'g'ri keldi. Bular har qancha alchangishsimi, parasatlik insonlarning olam ushqolari qiyinchilikqa bardoshlik berib, apchillik bilan bu balbig'idan sog'-salomat o'tib keta olishi mumkin. Uchinchi to'salg'u haqiqatan yomon bo'lib, u bir o'ttam. Bundoq aytganda tam degandan ko'ra o'tdan yasalgan g'oyat zo'r yotqon deyishga bo'ldi. Bu yotqon quyosh sistemasining to'liq o'rab turdi. Bu yotqon kichik yulduzlar balbig'idek va Kuiper balbig'idek ojiz emas. Sayyorlar halqasi yo'linishi tekshirligiga o'rlashmagan. Ba'zilar balkim bizni mishqa sayyorlar halqasi yo'linishi bo'yicha menishimiz kerak. Yo'linishni mansaq texmi osa emasmi? Undaq bo'lganda ham kichik yulduzlar balbig'i bilan Kuiper balbig'ining to'salg'usi uchirmaymiz deyishdi. Navoda bundaq qilsak texmi ziyon tortimiz. Quyosh sistemasining tortish kuchidan qutulish ham shu tezlikka erishish uchun ketadigan energiya g'oyat zo'r bo'lib, bu g'oyat zo'r energiyaga erishish hozircha insonlarning qo'lidan kelmaydi. Shunga bu loyihaga nisbatan faqat ko'zni paqirtib qarab turishdan boshqa amal yo'q. Bu o't yotgan diskret taxsi yoki quyosh halqasi deb ataldi. Ilmiy ataymiz deb quyosh qilpi deb ataydi. Bu yer quyosh bo'rinining eng yiroqqa bora oladigan joyi. Bu yerda quyosh bo'rini tashqi olam radiatsiyasi, olam zarrachilari kuchli so'qishib, qovoqdan yongan maslarda qalaymqonchilik chiqarishib, nihoyat yuqori temperaturli shar shaklli to'salg'uni shakllantirgan. Temperaturasi 29427 selsiya gradusdan 49421 selsiya gradusgacha bo'lib, bu qadar yuqori temperaturada insonlar o'h deb bo'lguncha ko'p emas, balki istitakka aylanib ketadi. Bu to'salg'u garchi xatarlik bo'lsa-mu, lekin bizning quyosh sistemamiz uchun 70% olam radiatsiyasini to'sib qilib, yer sharidagi hayotlarni qo'g'dab turdi. To'rtinchi to'salg'u bo'lsa, Oort yulduzlar tumanligi. U quyosh egirlik kuchining eng kuchli doirasiga joylashgan. Uning zo'r qirg'in qilish kuchi uning g'oyat zo'r hajmdan kelgan. Doirasi 2 nur yiliga yetadi. Doirasini ko'z emas, teleskoplar yetkisiz darajada cheksiz deb ifodalashga bo'ldi. Oort yulduz tumanligi bek keng ham yiroq bo'lib, insonlarning olam ushqulari lingishib uchib 300 yilda aram bora oladi. Ondan yana zerikmay, terikmay 3000 yil uçsa bu rayondan ayrıla oladi. Hem tashqi olam safarini boshlay oladi. 3000 yil vaqt odamga mevasini yeb boqmagan insonlarning 100 yilga yetmaydigan umri uchun aytganda nihoyat uzun. Amaliyotda bu jarayonda vaqtning o'zla insonlarga nisbatan eng ajallik to'salg'u. Garchi bu 4 to'salg'u insonlarning quyosh sistemasidan ayrilishini to'sib tursa-mu, lekin biz shuni ishonishimiz kerakki, insonlarning texnik taraqqiyotning qanday taraqqiy qilishiga ergishib, Tangsonning 9.981 mushkulotni yengib, nomni sog'-salomat kelgandek, bizmi bu mushkulotlarni yengib, olam safarini boshlab tashqi dunyo bilan aloqa bog'lab, tashqi dunyo madaniyatlari bilan og'ini pinyo bo'la olamiz.